Va nihoyat Dilshoda yangi uyimizga ko'chib keldik. Gapirmang, biz ham remontli uyda yashaymiz. Hozir shu paytda. Voy, Akam yorganiga uy ko'rgan keldik. yaxshi keldinglarmi? Xush kelibsizlar. Hali joylashmadi-yu, qayerga keldi bular? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xontaxta ham hali olganimiz yo'q. Endi olamiz, joylashamiz-de. Yaxshi. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir choy damlab kelaman. Bo'yada skordizmi furchatka ham qilishmabdi. Tashqariga travmatini qilishmoqda. Shuncha narsaning ichidan choyni qayerdan topaman? Haq azoblardan qiynaldi jonim. Iyum qarang, yangi qo'shnimisizlar. Chaynak kerakmi? Birato'la biznikiga ko'chib kelavermasizlar. Hozir beraman, shashmay tur. Rahmat. Yaxshi keldinglar mehmonlar. Yaxshi, rahmat. Kim keldi, ha? Kim bo'lardi? Bizning uyimizga faqat mehmon keladi, voy. Hozir men ularni kutib olay. Hozir shu paytda yana kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar kimsizlar? Biz qaynotasi, xolasini, ammasini, tog'asini, qudasini, o'shalarni qizlarimiz. Nima kelishding? Yangi yoldirayni beshdik. Shunga o'qishga shu yerda qadamoqchimiz. Kelinglar. Qatgaligini aytmadim-ku. Yaxshi keldinglarmi mehmonlar? Yaxshi, rahmat. Hamma yaxshi, uyda yaxshi, bolam yaxshi, hamma yaxshi. Qizim, Labbi. mencha eshitmaysiz? 50 metrdan taqillatdim. Beparasa chol ekan demagin. Chaynagimni olib chiqib ber tezroq. Choyningizni chicha turib olib chiqib bersam bo'lmaydimi? Jicha turib o'zim ham billa chiqib ketsam bo'lmaymi chaynagimni? Qayoqqa? Bu onasi nimsa, mencha mehmon ko'p. Stadionga futbol ko'rgan kelgan bu. Mana shu uymi yangi uylari? Ha, qali. Ikkitash akana, umuman bo'lmabdi ona qizim. Umuman ikkinchi etaj shamol kelganda uchib ketadi. Chaynagimni olib chiq, basharangga qarasam asam buzilib ketadi. Onasini emsa qo'shnilar mincha pulni qaydan oladi ekan-a? Qanaqa sindirsam bo'lar ekan bularni? Olib chiq!